Diqqat, xalq uchun ajoyib yangilik. O'zbek futbolida yozgi sensatsiya. Husanovdan keyin yana bir o'zbek futbolchisi Yevropaga yo'l oldi. O'zbekiston bayrog'ini Yevropada baland ko'tarmoqda. Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videorolikimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. O'zbek futbolida haqiqiy portlash, hech kim kutmagan transfer amalga oshdi. Bizning yosh yulduzimiz endi rasman Yevropa grandida to'p suradi. Diqqat qiling. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Termizning Surxon klubi 19 yoshli futbolchisi Behroz Karimov o'z faoliyatini Shveysariya chempionatida davom ettiradi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. Milliy terma jamoa futbolchisi Behroz Karimov faoliyatini Shveysariyaning Lugano klubida davom ettiradi, deyiladi assotsiatsiyaning milliy Instagram sahifasida. 2026-yilgi tarixiy jahon chempionatida Karimov O'zbekiston milliy terma jamoasining eng yosh futbolchisi safida e'tirof va e'tibor qozondi. Behroz musobaqada 2 o'yinda ishtirok etdi va jami 180 daqiqa o'ynab, har 2 safar Kolumbiyaga qarshi bahsda va Portugaliyaga qarshi uchrashuvda ham asosiy tarkibda maydonga tushdi. Har 2 o'yinni deyarli to'liq o'tkazdi. Terma jamoaning yirik hisobdagi mag'lubiyatlariga qaramasdan, Karimov shaxsan o'zi juda ishonchli o'yin namoyish etdi. U muvaffaqiyatli driblinglar soni bo'yicha jamoada yetakchiga aylandi va 2 uchrashuv davomida 15 marta to'pni raqibdan qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi. Endi 19 yoshli futbolchimiz Behroz Karimov Abduqodir Husanov izidan borib, Yevropani titratishga tayyorlanmoqda. Xo'sh, yosh futbolchimiz Luganoning asosiy tarkibiga kira oladimi? Uning Yevropadagi kelajagiga ishonasizmi? Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, hamyurtimizga Yevropa maydonlarini zabt etishida omad tilab qolishni unutmang.